Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz ko'pchilik yoqtirgan ikki futbol klubi haqida gapiramiz. Agar video sizga yoqsa, oxirigacha ko'ring. Bugun biz Manchester City va Manchester United komandalarini solishtiramiz. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri kuchliroq va qaysi biri tarixiy jihatdan boy? Oxirigacha ko'ring, chunki video sizga yoqishi mumkin. Keling avval Manchester United komandasini tahlil qilamiz. Bu komanda 1878-yilda Angliyada tashkil topgan va shundan beri Angliyaning top komandalari safiga kiradi. Ayniqsa ularning Old Trafford stadioni juda ham mashhur. Stadion o'ziga 74 mingta tomoshabinni bir vaqt o'zida sig'diradi. Va bu komandaning eng qiziq tomoni Alex Ferguson 20 yildan ortiq vaqt davomida bu komanda bilan ishlab, juda ko'p sovrinlarga ega bo'lgan. Masalan, Manchester United 20 marta Angliya chempioni bo'lgan va undan tashqari boshqa sovrinlarni ham qo'lga kiritgan. Shuningdek, ular 3 ta UEFA Chempion Ligasini ham yutgan. Va klubda juda ham mashhur futbolchilar o'ynagan. Masalan, Cristiano Ronaldo. Endi esa Manchester City haqida gapiramiz. Manchester City 1880-yilda tashkil topgan va u hozirda eng rivojlanib kelayotgan klublardan biri. To'g'ri, hozirgi kunda Manchester City dunyoning top futbol komandalari ro'yxatiga kiradi, chunki ularning taktikaviy va himoyachi o'yinlari juda kuchli. Ularning stadioni Etihad Stadium va u zamonaviy va qulay qurilgan. Eng muhim faktor ularning murabbiyi Pep Guardiola. Bu murabbiy o'zining taktikaviy va statistikasi bilan juda mashhur. Manchester City oxirgi yillarda juda ham ko'p natijalar qildi va eng yaxshisi 2023-yilda treblni qo'lga kiritdi va u 3 ta kubok yutdi degani. Va albatta jamoaning yulduzi Erling Haaland u hozirda dunyoning eng kuchli hujumchilari ro'yxatiga kiradi va bu komanda safida o'ynaydi. Endi qisqacha solishtirib ko'rsak, Manchester United tarix va an'anaga boy klub. Manchester City esa hozirgi kunda juda kuchli jamoa. United esa o'zining ko'p yutuqlari bilan mashhur. City esa hozirgi formasi va sovrinlari bilan ajralib turibdi. Yana qiziq tomoni, ikkala klub ham bir shaharda joylashgan, ya'ni Manchester. Va ularning o'zaro o'yini Manchester derbi deb hisoblanadi. Yilda bir mavsumda 2 ta o'yin bo'ladi. Xo'sh, sizningcha qaysi komanda kuchliroq? Manchester Unitedmi yoki Manchester Citymi? Kommentariyada albatta fikringizni yozib qoldiring.